Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga ajoyib bir voqeani aytib beraman. Bu voqeani ko'pincha erkaklar juda ham yaxshi tushunishadi. Chunki bilasizlar, biz ko'pincha sartaroshxonaga sochlarimizni kaltalatishga boramiz. Bu yerda suhbatlar quramiz. Bilasizlar, sartaroshlar hamma narsani bilishadi. Juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'lishadi. Chunki farqli insonlar bilan har kuni ko'rishadi, suhbatlashishadi. Bir kuni bir odam sartaroshxonaga kirib kelibdi va sochini kaltalatishni xohlabdi. Va birdan-biriga suhbatni boshlashdi. Va sochni kaltalatmoqchi bo'lgan odam suhbatni shunday boshladi. Bilasizmi, men Allohga ishonmayman. Chunki yer yuzida shuncha yomon ishlar bor. Agar Alloh bo'lganida edi, ularning hech biriga ruxsat bermasdi va bu narsalar bo'lmasdi. Agar Alloh hamma narsaning yaxshiligini xohlaganda edi. Va birdan dono sartarosh unga ham xuddi shunday javob berdi. Aslida bilasizmi, men ham yer yuzida soch soqoli o'sib ketgan badbashara odamlarning borligini ishonmayman. Bu odam javob qaytardi. Nimaga? Yer yuzida juda ham ko'p unaqa odamlar. Faqat ular sizning oldingizga kelishmaydi. Shunda dono sartarosh shunday javob qaytardi. Bilasizmi? Yer yuzida ahmoq odamlar ham juda ham ko'p. Allohning oldiga bormaydi. Alloh ularni chaqirgandagina quloqlarini yopishadi. Shuning uchun yer yuzida yomonliklar, yovuzliklar juda ham ko'p bo'ladi. Aslida Alloh chaqiradi, biz insonlar bormaymiz. Bu odam chuqur o'ylab sartaroshxonadan chiqib ketdi. Aslida bilasizmi, Alloh bizni bir kunda 5 marotaba u bilan suhbatlashishga chaqiradi. Lekin ba'zan biz eshitmaymiz, ko'rmaymiz yoki ko'rmagandek qolamiz. Bu degani Alloh yo'qligi emas, aksincha bizning befarqligimizdir. Xulosa o'zingizdan.